Assalomu alaykum azizlar. Ko'pchilik uchun life hack. Oldinlari kompyuterda, ya'ni kompyuterda bularning ichini ochib, protsessordagi xotirasini tozalab turadi edik. Endi bo'lsa, nastroykasini o'zidan qilsa ham bo'ladi. Bu sirni hech kim ochmaganlarga biz ochamiz. Chiplarni kuzatib boring. Buning uchun nastroykaga kiramiz. Настройка setting. Настройка avtomobili. Настройка avtomobiliga kiramiz. Свидание по shunga kiramiz. Mana bilan ikkinchi knopka bilan Pxonini bosib turamiz. Jimlan shunda ishlasa, bu chiqqan bitom bo'ladi. Mana Jimlan disable. Shuni deb tursa, magnitofonimiz o'chmaydi. Video foydali bo'lsa, do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz, like bosib tarqatib yuboramiz.